Assalomu alaykum hammaga. Yana bir mijozlardan tushadigan ko'p savolga javob berib o'tmoqchiman. Osteoxondroz bo'yin umurtqalaridagi og'riq, grijalar yoki protruziyalar, mana shu holatlar nevroz kasalligiga, nevroz holatiga, qo'rquv, vahimalarga sabab bo'lishi mumkinmi degan savollar berishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Osteoxondroz yoshi o'tgan insonlarda juda ko'p qismida, juda ko'p foizini tashkil qiladi. Mana shu holat bor. Lekin o'zingiz bunday tahlil qilib fikr qiladigan bo'lsangiz, osteoxondrozi bor bemorlar hammasi ham vahima, qo'rquvga chalinmagan. Ularda bo'yin og'rig'i bo'lishi mumkin. Bo'yin og'rishi yoki boshda qandaydir og'irlik, qandaydir qon aylanishining buzilishi bilan bog'liq, bosh bilan bog'liq turli xil simptomlar, belgilar bo'lishi mumkin. Lekin sizga o'xshagan qo'rquv, vahima, yurak tez urib ketishi, biror yerga bora olmaslik, ko'pchilik ichiga kira olmaslik yoki o'zi yolg'iz qola olmaslik holatlari bo'lmaydi. Osteoxondroz va grijalar, protruziyalar nevrozga umuman aloqasi yo'q. Bu nervlarizi, ya'ni nerv tomirlarini qisib qo'yishi natijasida og'riq berishi mumkin va ana shu nerv tolalari qayerda qisishiga qarab, o'sha yerdan qaysi a'zolarga ketsa, shu a'zolarning ishida bir muncha o'zgarishlar keltirib chiqarish mumkin. Lekin yurakni tez urgizib yubormaydi, sizni qo'rqitib, vahima qilib yubormaydi. Osteoxondrozi bor va shu narsadan qo'rqib yurgan va nevrozi bor tanishlaringizga mana shu videoni jo'natib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.